Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Xo'p, bugungi darsimizda JavaScriptni qanday qilib HTML ga ulashni o'rganamiz. Xo'p, keling uning uchun biz HTML fayl ochib olaman. Xo'p, mana bunday H1 ga hello JavaScript deb yozamiz. Xo'p, bu hozirgina HTML fayl yozgan kodimiz mana. Xo'p, buni chekkaga olib olamiz mana. Keling endi JavaScriptni ulab ko'ramiz. Demak, o'tgan darsda o'rgandik. JavaScript kodlarini HTML kodini ichida yozib ketsak ham brauzerni ekzyekut qilar ekan. Xo'p, endi JavaScript faylini qanday qilib HTML ga ulash haqida gaplashib o'tamiz. Eng to'g'ri usulda ulash usullari bor. Bu ko'p dasturchilar buni yaxshi biladi. Ancha mashhur usul. Lekin undan tashqari ba'zi bir ulash usullarini ham ko'rsatib o'taman. Agar CSSni HTML ga ulashni yaxshilab o'rgangan bo'lsangiz, JavaScriptni ham ulash o'shanga o'xshab ketadi. Misol uchun, birinchi o'rinda keling, JavaScriptni inline ulash usulini ko'ramiz. Xuddi CSSni HTML ga inline ulash usuliga o'xshab. Nima deb yozamiz? Misol uchun, keling H1 tagidan bitta button ochamiz. Misol uchun bosing degan. Xo'p, mana bizda button paydo bo'ldi. Keling endi mana shu buttonga JavaScript kodni inline tarzda berib ko'raman. Nima deyman? Birinchi o'rinda biz hodisani berib ko'ramiz. OnClick degan hodisa. OnClick bu button bosilgandan keyin nimadir hodisa ro'y berishini ifodalaydi. Xo'p, nima ro'y bersin? Bizda alert degan narsa bor. Alertni ichiga keling salom deb yozib ko'ramiz. Salom. Xo'p, hozir ko'rishingiz mumkin. Buni ozgina kattalashtirib sal surib olaman. Agar men buttonni bosadigan bo'lsam, mana bu yerda nima chiqdi? Salom degan bizda alert chiqdi. Demak, biz birinchi JavaScript kodimizni inline tarzda yozib ko'rdik. Demak, bu usul nima deyilar ekan? Inline deyilar ekan. Juda yaxshi. Keling, yana bitta button ochaman. Xo'p, keling bunga ham bosing degan knopka beraman. Endi buni ikkinchi usulda, ya'ni internal usulda ulab ko'ramiz. Script tagini ichiga ko'ryapsiz, script tag ochishimiz kerak. Keling funksiya yozib ko'ramiz. Misol uchun, hop, shunchaki bizga salom berish kerak. Hozir bitta funksiya yozdim. Funksiya nima qiladi? Bu funksiya showAlert nomini olgan va showAlert funksiya ishlasa, xuddi boyagiga o'xshab salom degan yozuv chiqar ekan. Salom. Bu internal usul deymiz. Xo'p, JavaScriptni yozib oldik. Endi mana shu hodisani bu yerga qo'shim kerak. OnClick bo'lgan vaqtida show alertni bosib ko'raman. Xo'p. Endi qarang. Knopkani bosamiz. Mana bu yerdan salom, bu internal usul deb turibdi. Demak, men hozir JavaScript kodimni internal usulda uladim. Ya'ni kodim alohida script degan kodning ichida bo'ladi va men buttondan buni chaqirib hodisani amalga oshirdim. Bosdim, mana chiqdi. Xo'p, keling endi external usulidan foydalanamiz. Buning uchun biz yangi JavaScript fayl qo'shishimiz kerak. Misol uchun uni nomi app.js bo'lsin. Xo'p, keling bu yerga boyagi funksiyani yozib qo'yamiz. Function show alert bo'lsin nomi. Xo'p, siz funksiyani hal bilmaysiz. O'shaning uchun unaqa xavotir olmang, xudo xolisa funksiyalarni ham otamiz. Xo'p, endi uchinchi button ochaman. Button keling, mana bu show alert o'zi naryoqda berilgan. Mayli, buni nomini show alert 2 deylik. Show alert 2 funksiyasi. Buttonimizga ham show alert deb yozaman. Bu yerga ham nima yozamiz? OnClick hodisasi yoziladi. Show alert 2 funksiyasi chaqirilib qo'yiladi.
Lekin biz showAlert2 funksiyasini hali chaqirganimiz yo'q. Ya'ni HTML kodimiz va script kodimiz ulangani yo'q. Uni ulab qo'yishimiz kerak. Keling, mana bodyni tepasidan script tagini ulaymiz. Script va src degan atribut bo'ladi. Nuqta slash qilib app.jsni ulab qo'yamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, showAlert2 degan knopka hosil bo'ldi. Uni o'chiraman. Xo'p, buni bosaman. Mana hello world degan so'z chiqdi. Mana shu eng ko'p ishlatiladigan usuli JavaScriptni HTMLga ulash. Keling, undan tashqari JavaScript fayllarini ulashni ko'rsatishim mumkin. Xo'p, keling, misol uchun main.js bor, yana bitta qo'shamiz, script.js degan fayllarni qo'shib ko'ramiz. Xo'p, bu fayllarni qo'shish uchun yana script ochamiz. Script src, misol uchun main.js ni tanlayman va misol uchun defer deyishim mumkin. Ya'ni bu defer ko'rinishda ulash. Hozir bularni tushuntiraman. Ikkinchisi main.js emas, misol uchun script.js ni ulayapmiz. Bu esa async ko'rinishda ulashim mumkin. Xo'p, defer va asinxron nima uchun kerak bunday atributlar desalaring, o'zi JavaScript va HTML kodlari brauzerda execute bo'layotgan vaqtda veb-sayt to'g'ri ishlashi uchun birinchi o'rinda HTML kodi ishlashi kerak. HTML kod yuklanib bo'lgandan so'ng JavaScript funksiyalari, JavaScript kodlari ishga tushsa, saytimiz to'g'ri ishlaydi, kutilmagan xatoliklar yuzaga kelmaydi. O'shaning uchun kod o'zi yuqoridan pastga qarab o'qiladi. Misol uchun birinchi xatodan boshlab oxiriga qarab o'qiladi. O'shaning uchun o'zi tavsiya beriladi JavaScript kodini boshda emas, imkon qadar mana shu HTML kodlarini eng tagida, bodydan yuqorida ulab qo'yilish tavsiya etiladi. Xo'p, eng ko'p ishlatiladigan usul, misol uchun mana bu app.jsga o'xshab ulab qo'yish. Mana bunday defer va asinxron ulash bu yerda unchalik ahamiyat kasb etmaydi. Ya'ni mana shunday ulasangiz yoki skriptdagini shunchaki HTML koddan keyin ochib ketsak ham to'g'ri yozgan bo'laveramiz. Nimadir qanaqadir JavaScript kod yozsak. Xo'p, mana shu edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.